Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Fizika IDC birinchi kitobining masalalarini yechishni boshlaymiz. Ya'ni 5-mavzu to'g'ri chiziq tekis harakat tenglamasi. Bu yerda tenglama berilgan. X teng x0 plus minus s. Bu yerda x0 nima? Boshlang'ich koordinatamiz. S bosib o'tilgan yo'l, ya'ni to'g'ri chiziq bilan tekis harakat qilib o'tgan jismning harakat qilgan jism bosib o'tgan yo'li, x esa uning oxirgi koordinatasi. Ikkinchi tenglamamizda s ni o'rniga v ko'paytirish t degan formula turibdi. Bu yerda bu o'sha jismning harakat tezligi va uni s masofani bosib o'tish uchun qancha vaqt harakat qilgani, ya'ni s teng v ko'paytirish t. yoki bu yerdan mana bu tenglamadan s ni topsak, ya'ni s teng x minus x0, ya'ni boshlang'ich koordinatadan oxirgi koordinata, ya'ni oxirgi koordinatadan boshlang'ich koordinatasini ayirsak, bu yerda jismning tekis harakat qilib o'tgan masofasi, ya'ni yo'li kelib chiqadi. Bu yerdan birinchi masalaga yechimini boshlasak, ya'ni rasmdagi avtomobilning boshlang'ich koordinatasi nimaga teng? Ya'ni bu yerda A, B, S harflar ketma-ketligidan e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni rasmda boshlang'ich koordinata sifatida A avtomobilning koordinatasi e'tiborga olingan. Bu yerda ya'ni boshlang'ich koordinata x0imiz teng nimaga? Minus 60 ga, ya'ni boshlang'ich koordinatasi 60 ga teng bo'ladi. Ikkinchi masalamizda yuqoridagi rasmdagi avtomobil A nuqtadan S nuqtaga borguncha qancha yo'l bosib o'tadi? Bu yerda men ozgina xatolik ketgan, bu xatoligimni to'g'rilab yuboraman hozir. Xo'p, mana bu yerda A nuqtani koordinatasi minus 60 va masalada men B nuqtaga deb ishlaganman. S nuqtaga so'ralgan bu yerda. S nuqtani borguncha bosib o'tgan yo'l, ya'ni S nuqtani koordinatasi bu yerda 40 bo'ladi. 40. Endi shunda x'imiz 40, mana bu yerga 40 ni qo'yamiz. Minus 60, ya'ni bu yerda minus plus bo'ladi-da, bu yer necha bo'ladi? 100 metr yo'l bosib o'tgan bo'ladi. Uchinchi masalamizga o'tadigan bo'lsak, yuqoridagi rasmda avtomobil A nuqtadan B nuqtaga 3 sekundda yetib bordi. Ya'ni A nuqtani koordinatasi minus 60, B nuqtani koordinatasi 0 bo'lsa, ya'ni 3 sekundda borib 3 sekundda bosib o'tgan bo'lsa, ya'ni bu teng x b minus x, ya'ni bosib o'tgan yo'li mana bu yerda bosib o'tgan yo'li, o'sha yo'lni bosib o'tish uchun ketgan vaqtga bo'lsak, ya'ni 60 bo'lingan 3 teng 20 metr sekund bo'ladi. Xo'p, to'rtinchi masalamiz malikaning yugurish yo'lidagi yugurish yo'lagida. Yugurish yo'lagiga quyidagi ko'rsatkichlar yozilgan bo'lsa, malika qancha masofani bosib o'tgan? Ya'ni malikaning boshlang'ich koordinatasi x0 30 va oxirgi koordinatasi x10. U koordinata o'qiga qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilgan. Shuning uchun qancha masofa bosib o'tgan? Ya'ni bosib o'tgan masofasi minus 20 bo'lyapti bu yerda, ya'ni 20 metr. Xo'p, shunda 20 metr desak, masofa skalar kattalik. Shuning uchun minus ishora bu yerda x o'qiga qarama-qarshi yo'nalganligini bildiradi. Bu yerdan demak shunda bosib o'tgan masofasi qancha metr? 20 metr bo'ladi. 5-masalaga o'tsak, 5-masalamiz jism x teng 12t plus 5 trayektoriya bo'ylab harakat qiladi. Uning tezligini toping. Bizlarda umumiy holda harakat tenglamamiz, ya'ni formula ko'rinishida yozadigan bo'lsak, ya'ni x teng v0 plus x0. Endi v plus x0. V bu yerda 12 ga teng. Mana u ko'rsatyapti, mana 12 ga teng. Xo'p, shunda uning tezligini toping. Tezligi nima bo'ladi? 12 ga teng bo'ladi. Yoki o'sha tezlikdan vaqt bo'yicha hosila olsak ham, ya'ni mana shu yerga qo'shimcha qo'shib yuboramiz. Ya'ni tezlik deganimiz bu, v deganimiz bu x dan hosila degani, ya'ni
12t plus 5dan hosil olsak, o'zgarmasdan hosilasi 0 ga teng. 12t 12ni o'zi tdan hosil olsak, ya'ni 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni 12 metr sekund tezlik bilan harakat qilgan bo'ladi. Xo'p, jism x teng 10t plus 4t. 6-chi masalamizda jism x teng 10 minus 4t trayektoriya bo'ylab harakat qiladi. Jismning harakat yo'nalishi qaysi tomonga? A x oqi bo'ylab, b x oqiga qarama-qarshi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, umumiy holda tenglamamiz mana shu tenglamada agar tezlikni oldi qiymati manfiy bo'lsa, mana manfiy bo'lyapti-ku. Manfiy, ya'ni 0 dan kichkina bo'lsa, jism x oqiga qarama-qarshi harakat qilgan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda qaysi tomonga deganda x oqiga qarshi, ya'ni b javob bo'ladi. 7-chi masalaga o'tsak, x1 teng 17 plus t va x2 teng 33 minus t qonun bilan harakatlanayotgan bo'lsa, moddiy nuqtalar necha sekunddan so'ng uchrashadilar? Ya'ni ikkala tenglamani yozib olsak, uchrashganda o'sha ikkala avtomobil koordinatasi x oqi bo'yicha bir xil qiymatga teng bo'ladi. Ya'ni uchrashganda, ya'ni bu yerda ikkita tenglamani o'zaro tenglab vaqtni topsak, demak 17 plus t mana shu ko'rinishda bo'lib, t-ni topsak, demak 4 sekunddan keyin uchrashar ekan. 8-chi harakat tenglamamiz x1 15 plus 3t va x2 teng minus 2t bo'lgan moddiy nuqtalar vaqt boshidan necha sekund o'tganda uchrashadilar? Xo'p, bu yerdan xo'sh, bu masalada o'sha harakatlanayotgan ikkita jismni ox oqi bo'yicha joylashtirsak, demak, birinchi jismimiz tezlikni qiymati musbat bo'lgandan keyin x oqi bo'yicha harakatlangan. Ikkinchi jismimiz koordinata boshidan x oqiga qarama-qarshi tomonga harakatlangan. Ya'ni birinchi jismimiz bu bir 3 metr sekund tezlik bilan koordinata boshidan 15 metr, koordinata boshlang'ichdan 11 bo'lgan nuqtadan x oqi bo'yicha ketgan. Ikkinchi jismimiz bo'lsa x oqiga qarama-qarshi tezlikni oldida minus 2 metr sekund tezlik bilan, ya'ni qarama-qarshi harakatlanganligi uchun bular uchrashmaydi. Ya'ni kuzatuvchi kuzatishdan bu yerda, mana bu yerda ikkalasini tenglashtirib hisoblaganimizda kuzatuvchi kuzatish boshlashdan 3 sekund oldin bular uchrashib o'tib ketgan. Lekin masalani bu holatda javobimiz bular uchrashmaydi degan javob bo'ladi. 9-ga o'tamiz. 9-masalamizda ikki jismning harakat tenglamasi x1 teng 25 plus 2t va x2 85 minus 10t ko'rinishga ega. Ularning koordinata boshidan qanday masofada uchrashdilar? Ya'ni bu yerdan ikkalasini tenglashtirib t-ni topsak, t-ni qiymatini topsak 5 ga teng ekan. Ular 5 sekunddan keyin uchrashgan. Har birisini vaqtni qiymatini o'rniga 5 ni qo'yib hisoblasak, birinchimiz ham 35 da, ikkinchimiz ham 35 metr degan, ya'ni demak koordinata boshidan 35 metr masofada uchrashgan ekan. 10-masalamizga o'tamiz. Harakat tenglamasi x teng 5 plus 10 t bo'lgan avtomobil 3 sekundda bosib o'tgan masofasini toping. Ya'ni 3 sekundda u x minus x0 mana bu yerdan masofasini topsak, bu vt 3 sekundda 10 metr sekund tezlik bilan harakat qilsa 30 metr yo'lni bosib o'tgan bo'ladi. 11-ga o'tamiz. Harakat tenglamasi x teng minus 10 plus 4 t bo'lgan avtomobil harakat boshidan 5 sekund o'tgach qanday koordinataga ega bo'ladi? Ya'ni x oqi bo'yicha ifodalasak, ya'ni minus 10, ya'ni koordinata manfiy tomonda, x oqining manfiy tomonida,
Lekin x o'qi bo'yicha 4 metr sekund tezlik bilan harakat qilgan bo'lsa, ya'ni boshlang'ich koordinatasi 10, tezligi 4 metr sekund, 5 sekund harakatlantirsak, mana 5 sekund o'tgach deyapti. 5 sekund tini o'rniga mana bu yerda tini o'rniga 5 ni qo'yib hisoblasak, uning oxirgi koordinatasi 10 chiqadi. Ya'ni u 20 metr masofa bosib o'tgan, ya'ni oxirgi koordinatasi 10 bo'lgan. Xo'p, boshlang'ich koordinatasi rasmda ko'rsatilgan armadillo 3 metr sekund tezlikda harakatlana boshladi. Uning harakat tenglamasi xt ni tuzing deyapti. Demak, bu yerda bu harakatlanayotgan armadillo boshlang'ich koordinatasi -5 da harakatlanyapti. Uning tezligi 3 metr sekund tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, tenglamasini yozadigan bo'lsak, mana umumiy holda ko'rinishi qiymatlarni o'rniga qo'ysak, ya'ni boshlang'ich koordinatasi -5 va x o'qi bo'yicha harakatlangani uchun +3 ni qo'yiladi, ya'ni tenglamamiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, 13-daraxtni koordinata boshi deb hisoblab, ya'ni koordinata boshi x0, x o'qini joylashtirdim men. Avtomobilning harakat tenglamasi xt ni tuzing. Ya'ni bu yerda e'tibor bersangiz, koordinata boshidan -160 metr uzoqlikdan x o'qining koordinata boshiga tomon 40 metr sekund tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil uchun tenglama tuzadigan bo'lsak, ya'ni umumiy holda ko'rinishi x teng x0 -160 plus x o'qi bo'yicha harakatlangani uchun +40 ta ko'rinishda bo'ladi. 14-chi boshlang'ich koordinatasi x0 teng 12 metr bo'lgan velosipedchi koordinata x o'qiga qarshi 5 metr sekund tezlik bilan harakatlanadi. Velosipedchining harakat tenglamasini toping. Ya'ni shu yerda x o'qini chizib ko'rsatsak, qarang. Mana x o'qi bo'ladigan bo'lsa, x o'qi mana bu yerning koordinata boshi 0 desak, u 12, ya'ni x o'qiga qarshi 5 metr. Ya'ni x nolimiz, mana bu yerda x nolimiz 12. Va mana shu yerdan u x o'qiga qarama-qarshi 5 metr sekund tezlik bilan harakat qilgan velosipedchining harakat tenglamasini tuzing deyapti. Ya'ni tezligi x o'qiga qarama-qarshi bo'lgani uchun -5 metr sekund, umumiy holda tenglamaga har bir qiymatlarni qo'ysak, ya'ni x teng 12 -5 ta ko'rinishidagi harakat tenglama kelib chiqadi. Xo'p, 15-koordinata boshida turgan piyoda 25,2 km/soat tezlik bilan koordinata o'qiga qarama-qarshi, ya'ni tezlikning qiymatini manfiy qilib olamiz. Yo'nalishda harakatlanmoqda, piyodaning harakat tenglamasi x ni tuzing. Xo'p, yana umumiy holda ko'rinishi shu. Bu 25,2 ni metr sekund o'tkazsa 7 metr sekund bo'ladi va u koordinata boshida turgan deyapti. Shuning uchun x nolimiz 0 va koordinata qarama-qarshi harakatlangani uchun -7 t ko'rinishda bo'ladi. 16-chi boshlang'ich koordinatasi x0 teng 14 va tezligi 3 metr sekund bo'lgan velosipedchi x o'qiga qarama-qarshi harakatlanmoqda. Ya'ni boshlang'ich koordinatasi berilgan va qarama-qarshi harakatlangani uchun tezlik qiymatini minus olamiz va st ko'rinishda, ya'ni harakat tenglamasi yoki yo'l tenglamasi 3 ta bo'ladi. Harakat tenglamasi 14 - 3 ta ko'rinishda bo'ladi. Chunki qarang, koordinatasini topadigan bo'lsak, deylik 3 sekund harakat qilsa 9 metr masofani bosib o'tsa, shuni qo'ysak, u x koordinatasi, xo'p, koordinata boshidan 14 metr joylashib turgan bo'lsa, 3 sekund harakat qilsa 9 metr koordinata boshiga qaytsa, uning oxirgi koordinatasi 14 dan 9 ni ayirib tashlasak 5 chiqishi kerak-da. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, 17-masala harakat tenglamasi -12 + 3 ta ko'rinishda bo'lgan konkichining t teng 6 sekund vaqt momentidagi koordinatasini toping. Xo'p, t ga qiymat beramiz. 6 ni t ni qiymati 6 ga teng hisoblasak, u koordinata boshidan minus tomonida, ya'ni -12 da turgan bo'lsa,
18 metr yo'l yursa, bu oxirgi koordinatasi 6 degan koordinataga yetib kelgan bo'ladi. Xo'p, 18-bolakay o'yinchoq mashinasini oldinga orqaga surib o'ynash natijasida mashinaning harakat grafiki quyidagi ko'rinishga keldi. Ya'ni bu yerdan quyidagi plan qaysi biri to'g'ri deyapti. Mashina 8-12 sekund vaqt oralig'ida x o'qi bo'ylab harakatlangan. 8 va 12 sekund oralig'ida x o'qi bo'ylab harakatlangan. Ya'ni 14 dan ichiga borgan. Orqaga o'ynash mashinaning harakat grafiki keldi. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'riligini tushuntirish kerak bu yerda. Demak, 8 sekunddan 12 sekundgacha bo'lgan oralikda mana bu yer mana. Xo'p. Mana shu oralikda. Mana shu yerdan mana shu yergacha bo'lgan oralikda x o'qi bo'ylab harakatlangan. To'g'ri, x o'qi to'g'ri harakatlansa qiymati 14 dan 56 gacha borgan koordinatasi. To'g'ri. Bu mashina 11-16 sekund vaqt oralig'ida x o'qiga qarshi harakatlangan. 11 bilan mana 11-chi, mana bu yer 11-chi bo'lsa, 12 mana bu yer 11. 11-chi bo'lsa, mana bu nuqtadan 16 sekundgacha bo'lgan oralikda mana 11 bo'ladigan bo'lsa, 10, 12, 11 mana bu yer 11. Shunda mana bu yerdan 16 mana shu yergacha bo'lgan oralikni so'rayapti. Oralikda x o'qiga qarshi harakatlangan. X o'qiga qarshi harakatlangan emas, x o'qi bo'yicha harakatlangan. Mana bu yerda mana bu masofani bosib o'tgan va mana bu qismida 16 gacha bo'lgan oralikda mana bu yerda. Bu yerda jismning koordinatasi o'zgarmagandan keyin u yerda to'xtab turgan bu mana bu oralikda. Shunday tushunadi. Demak, bu mana bu fikrimiz xato bo'ldi bu. Xo'p, S javobga keladigan bo'lsak, mashina 12-20 sekund vaqt oraliqlarida 12-20 sekund vaqt oraliqlarida salgina kichraytiramiz. 12-20 sekund vaqt oraliqlarida bo'lsa, ya'ni 12 mana bu 12 bo'ladigan bo'lsa, 20 sekund oraliqlarida harakatlanmagan. 12 bilan 20 sekund oraliqlarida harakatlanmagan degan xato. Chunki 18-minut 18-sekund bilan 20-sekund mana shu oraliqda mana shu yerda harakatlangan mana shu yerda. Shuning uchun bu yerda harakatlanmagan degan fikrimiz xato. Xo'p, mashina jami 14 sekund harakatda bo'lgan. Jami 14 sekund harakatda. Grafikdan xuddi 24 sekund harakatlanganday ko'rinyapti, lekin bu 2 dan 6 gacha bo'lgan oraliqda to'xtab turgan. Sababi buni koordinatasi mana bu yer, e'tibor bersangiz, koordinatasi o'zgarmagan. Bu yerda 2 sekund, 4 sekund. Mana bu yerda ham koordinatasi o'zgarmagan. Bu yerda qancha? 12 dan 18 gacha, to'g'rimi? Mana 12, 14, 16, 18. Bu yerda 6 sekund. Mana shu oraliqda 6 sekund. Qarang, mana bu yerda yozib qo'yibman mana 6 sekund va 4 sekund. Jami 10 sekundni ayirib tashlasak, 24 dan 24 minus 10 sekund, bu ya'ni 14 sekund harakatlangan. 14 sekund harakatda bo'lgan, ya'ni D javob, D fikrimiz to'g'ri. Xo'p, mashinaning 8 sekund va 11 sekund vaqt oralig'idagi tezligi 10,5 sekund bo'lgan. Ya'ni bu yerdan Y fikrimiz T teng 8, 8 deganda uning koordinatasi 14 ta bo'lgan. E'tibor bering, mana 8 da 14 ta bo'lgan. Keyin 11-sekundda uning koordinatasi 42 da bo'lgan. Mana bu yer 11-sekund bo'lsa, koordinatasiga borsak, mana 42 da bo'lgan. Shunda buning tezligini hisoblaydigan bo'lsak, x2 dan x1 ni
ayirsak, uni ko'chgan masofasi kelib chiqadi. O'sha masofani ko'chish uchun 3 sekund sarflagan. Bu yerda hisoblasak, tezligi 9,3 metr sekund bo'lganligi. Demak, 10,5 metr sekund emas, shuning uchun xato bo'ladi bu yerda.